Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana astoydil ishlab chiqarishni davom ettiryapmiz. Hozirda Samarqandga yuk tayyorlayapmiz. Bu mashinada kraska jarayonini ko'ryapsizlar. Patronlarimiz profildan baquvvat qilyapti. 700 ga 800 ga ko'taradi. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Shu hammasi Samarqandga chiqib ketadi. Hozir mashina kelgan. Mana shuni to'ldirib olib beramiz. Xohlasa murojaat qilaverasizlar. Mana bu Jizzax mashinasi Samarqand shahriga 50 ta dona zakazimiz bor. Shuni oxiriga yetkazdirib olib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar mavjud. Telefon raqamimiz 90lik 533 56 53. 90lik 533 56 53. Manzil Yaypan, Qo'qonda. Qo'qonga yaqin joyda Yaypan. 20 tarafda bazan oldida joylashgan. Hozirda mana 4 ta pog'onalisini tayyorladik. 720 mingdan beryapmiz. Ko'prog'iga kelishtirib berilyapti. Mana shu pog'onalisi bor. Uni 700 ga beryapmiz. Uni ham ko'proq olsa kelishtirib beryapmiz. Xohlasa zakazlarimiz 30 ta 50 ta bo'lsa shu yordam qilinyapti. Xohlasa hammasini joy-joyda qilib chiroyli qilib olib boriladi. Kempi svarkalari. Behajonlik. Endi bizda ko'rmoq bor, ko'rishmoqlik yo'q. Endi bizda sevmoq bor, sevinmoqlik yo'q. Oramizda taras bor, yarashmoqlik yo'q. Ortda baxtli o'tmish bor, unutmoqlik yo'q. Ko'nglimdagini ko'zlarimdan yiroqqa qo'ydim. Ayus nima bo'ldi? Ikki yurak Xohlasa zakaz berishlari mumkin. Kutamiz. Aloqadamiz sizlar bilan har doimgidek Sherzodbek. Sog' bo'linglar. Rahmat.